yana bitta moshamiz xudo xolasa 4 ga bir programma qilib beramiz. Ya'ni o'sha winter oppa mana o'tdi xudo xolasa nasib bo'lsa. Bekajon, bitta yoqin uka. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q. Tajuna, asalchi. Sport. Qo'ying. Ekonomga o'tkaz. Winter, ekonom. Drive o'zinikiga bitta radnoyga. Hoppa. Ko'rdingizmi? E'tibor qilinglar. Ko'pchilik ustalarimiz ham so'rashyapti bizdan aka buni qanaqa ishlasak nima qilamiz nima qo'ydingizmi? Ishlashamiz farqi yo'q. Nomer qoldiraman, telefon qiling o'zingiz bilan gaplashamiz. Shu kecha kunduzga buni programmasini sota olaman degan akalarimizdan o'sha narxni eshitib zatni uribdi. Narxi juda ham baland. O'zimiz konferensiya ishlaymiz, chiroyli qilib, akkuratni qilib gaplashib olamiz. Sizlarga agar shu programma kelsa, kelasiz servisga o'zimiz gaplashib olamiz. Ko'pchiliklar u yoqdan bu yoqdan qidirib yuribdi, hali arzon bo'ladi. Bu narsa zashta qilingan akalar. Jon akalar, bir ikkitasi aka topamiz, yo'q qilamiz. Iloyim topinglar ishlasizga omad. Lekin biz ham ahmoq emas, borib aka 1,5 ming dollar pul sanab berib, bezashishda ishlasak, zashta bilan, xudo xolasa, ishlashimiz mumkin. Birgalikda konferensiya ishlaveramiz. Через mana ishingiz bitaveradi, misol. Taklif mana misol. Ko'pchilik juda ham Telegram, Instagram, YouTube o'zan akasiga shunaqa ekan, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm barcha viloyatlardan telefon qilibdi. Kim o'zi buni endi ustolar akalarimiz bronxga sekretimiz qidirib yurishibdi. Davay qilishimiz kerak deb. Hozircha Xudoga shukr, beso'z shukr Buxoroga bitta bizni, Buxoroga akalarimizga taklif, ishlamoqchi bo'lsangiz, telefon qilasiz, gaplashamiz, kelasiz, necha gaplashamiz. Yordamlashamiz birga. Aytib berishamiz cho'kchimi, nima qilish kerak, nima qo'yish kerak, qanaqa programmator kerak, qanaqa programma bilan qilish kerak, birlikda programmani narsalar Windows almashtirish kerak, ish qilish xizmati bor qilib tushundingizlar. Kimga agar mijozlarimizga program o'zib berish kerak bo'lsa shunaqa 4 ta rejimli, xo'sh, xudo xolasa kunida 3 ta 4 ta o'rtashamiz. O'sha uspet qilmaymiz, to'g'riroq yana bitta ukamiz kutib o'tiribdi, xudo xolasa nasib bo'lsa ularni ham urib beramiz hozir. Hozir bugungi 3-inchisi, hozir 4-inchisiga o'tib ketamiz. Narxi 650 ming so'm, 600 ming so'm, atrof 50 ming so'm, yo'q, 600 ming, 650 ming so'm urib beramiz. Korobka, motor, tablolar, BCMlar, gazlировка qilib beriladi. Suradigan bo'ladi, ekonom bo'ladi, xudo xolasa. Sifatli qilib xizmatlarimizni qilib beramiz. Kelasiz, realniy reaksiyangizni bildirib keyin ketasiz nasib bo'lsa. Hozir mashinamizni bitta haydab ko'ramiz. Ketamiz nasib bo'lsa. Ular shunaqa gaplar kimga shunaqa xizmat bersa kelaverasizlar. Farqi yo'q. Usta akalarimiz mijozlarni ishlaveramiz.